Bu 5 kunlik hayotda Mana kreditlarimni oxirgi to'lovi qildimmi? Siz kreditlarni o'z vaqtida to'laganingiz uchun sizga yana 100 million olish imkoniyatini beramiz. 100 million olaman. Tavba qiladingmi? O'zi oldingi kreditingni to'laymiz deb bir dona shashlay olmading. Xotiningning ahvolini qarang. Ko'chadaglar ko'rsa, gadoy deb o'ylab pul berib ketayotgan ekan. Kreditsiz o'ylab adasi sutim ham qochib ketdi. Manchima, sizlar bo'lgan shunday yo'llarni betiga o'taman desam, Pepes meni 5 deb o'ylab olib ketib qoldi. Men zo'rg'a chiqib keldim. Ata, balki mana shu 100 million bizlar muammolardan olib chiqib kelar. Bizga rahming kelmasa ham o'zingga rahming kelsa, soqolingni qaragin, yarmi olingan, yarmi olinmagan, Britva yo'ligida. Bankning nomini qaragin, kuyasan banki, kuydirgan. Oilangiz ham qiynalgan ekan. Balki shu 100 million siz uchun yechimdir. 100 million yechim. Ishqilib shu bola otasiga o'xshagan shudurki bo'lmasin dekin. Ada, Oldingmi shuni og'ir kreditda. siz uchun oldim. To'y shashli yemayotgan ekansiz. Mana masa qiling. Shashli. Kelin, men shashli shart emas. Kash ola qoling. Agar tezroq qutulsa, keyingi safar kreditni 200 million qilib berishar ekan.